Assalomu alaykum, hurmatli Nuriddin Uz kanali obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Haftaning chorshanba kuni 25-iyun bugungi islomiz. Qibrayda joylashgan Sho'ro mol bozoriga kelyapmiz. Xudo xolisa ekrandan uzoqlashmaylik. Bugun chiroyli sizlarga bozor obzorini qilib beramiz, hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, ko'pchilik so'rayotdi, Sho'ro mol bozori lokatsiyasi bormi deb. Bor lokatsiyasi. Lokatsiyasi Telegram kanalimizda bor. O'tib obuna bo'lib qo'yasiz Telegram kanalimizga. Hali sizga videomizni boshlaylik. Hurmatli obunachilar, 2 million 900 ming so'mdan baraka o'tsin. 2 million 900 ming so'mdan. Assalomu alaykum. Nechta ekan bunga? 6 so'rov. 6 million so'mdan mana narx so'rab turgan edi shu Qo'chqordagi. Bozor qancha qilyapti, tog'a? 9 so'rov. Ikkalasini bir joyda 9 million so'mdan qilishdi, berishmadi. Hurmatli obunachilar, shuna 9 million so'm. Qo'chqorlarni qaranglar, hurmatli obunachilar. Bularning ham narxlariga 6 million so'mdan pul so'rashayotgan ekan. 11 qildi deysizmi ikkalasini bir joyda? Ikkalasini bir joyda 11 million so'm narx qildi, berishmadi. Jarvoq. Bas 50 ta kelib qolsa kerak emas. Taxminan. Obunachilar qaranglar, arqonga boylanganlari 5,5 million so'mdan baraka o'tdi 3 tasi. 1, 2, qora 3, 5,5 million so'm. Baraka o'tdi. Aka, nechtasi ketdi? Hacı Boğa'ya degan ustasi. Nechi pulda? 4 3 32 bor. 3 million 200 ming so'mdan baraka o'tdi. Hurmatli obunachilar, bitta ikkita, mana bu 3 ekan. 3 million 200 ming so'm. Hurmatli obunachilar, qaranglar, Samarqanddan Qo'zi Qo'chqorlari. Narxlari 3,5 million so'mdan kami bor deyishyapti. 3,5 million so'mdan. Mana sizlarga. Aka, obunachilar qaranglar, bir joyda 2 million 650 ming so'mdan narx qilishdi. 2 million 650 ming so'mdan. Berishmabdi mashinani. Boqma deb baribir qimmatlashib qolgan. Hurmatli obunachilar, yunga olinganlarga 2 million 800 ming so'mdan narx so'rashayotgan ekan. Bir joyda olganga 2,5 million so'mdan qilib beramiz deyapti mashinani. 2,5 million so'mdan hurmatli obunachilar, mana sizlarga. Hammasi mana Qo'zi Qo'chqorda. Mavlarga bo'lsa 3,5 million, 4 million so'mdan pul so'rashayotgan ekan. Aka, bularning bozor qancha qilyapti? To'rdan so'ralayotganlarni 2 million 900, 2 million 900, 3 million so'm narx qilib berishmadi. Lekin menimcha boshqacha narx aytdilar. Ayting aka, 93lik 578 44 54. Bir joyda olganga 2,5 million so'mdan ketdi mana. Uylarda yana bor ekan. O'sha qo'zilar kerak bo'lsa telefon qo'rasizlar, hurmatli obunachilar. Qanchadan bo'ldi aka bular? Nechi puldan bo'ldi, tog'a? Ha, do'dam, nechi puldan bo'ldi? 2,5 million so'mdan baraka yo'q, hurmatli obunachilar. 2,5 million so'mdan mana. Ha, hurmatli obunachilar, yodiylarning narxi 3 million 200 ming so'mdan bo'lar ekan qo'y boshiga. Hozirgi nomerga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bular endi sal esliroq varianti. Mana bularni sal kattaroq varianti. 3 million 200 va o'ziga qarab ekan. Hammasi Qo'chqorda o'tdi. Bu endi boshqa narx bo'ladi, tak ma'mullar, qo'zilar. Bularga bunga assalomu alaykum. 5 million so'mdan pul so'raymiz. 11 ekan. Hurmatli obunachilar, narxlariga 5 million so'mdan pul so'rayotgan ekanlar. Baraka topadi. Kechqurun toshga chiqib desa, ortiq. Baraka. Ber baraka. Ortiq. Qaysilar? Ber baraka. Qaysilar savdosi? 49,5. 49,5 qancha? Sarulami? Qarang. 49,5 dan hammasi bir joyda savdosi bor, hurmatli obunachilar. Hikmat shu puldan berasan. Astoydil yo'q aka. Boshim og'riyapti kedim. Menga qara, uka, mana Yuragimni mazasi yo'q. gap deyishib. Xursandchilik bilan sot. Menga qara.
Olmayapti, yalanang ozgina. Ana endi eshik bor. Endi eshik bor. Barakali berandi aytmoqda. Baraka. Qara, hozir soni bor bo'lsa eshittir endi. Hozir bor, eshitmagi bor, yo'lkira bor. Ozgina qolsin aka, shuning ozgina qolsin. Orta ozginasi xudodan so'rab bo'ldi. Xudodan so'raymiz avvalambor. Bos bo'ldi. Ozgina qolsin, shuncha yo'ldan Bos bo'ldi. mehnatimga qolsin. Bos bo'ldi, nukunimdan pullar kim bo'ldi? Men ham bir kun shunday 10 so'radim. mingdan qo'shasizmi kilonasiga? Va shunday borishdi bu yoqqa. 10 mingdan bo'lsa. Qo'shdim men. Shunday kelganda bor. Hozir buyozsin qo'shib beryapti. Boysini 200 ming. Toshkent qilmay, Nurdin aka. Hojaga 5 Bir so'mda million chegara chiqarib 200 ming bo'ladigan bo'lsa 4 million 900 million 950 dan aka oylik boraman. O'g'il 200 ming emas aka. Ozgina qolsin Nurdin aka aytgan. 5 millionga chegara chiqarib bunaqa Hurmatli obunachilar, mana shu hammasi 4 million 960 ming so'mdan baraka bo'ldi o'shanda. Mana shu hammasi 4 million 960 ming so'mdan. Hozir sariq qo'chqonlarni qarayman. Bizga variantda narxlariga 8,5 million so'mdan pul so'rayaptilar. Mana 8,5 million so'mdan hurmatli obunachilar. Aka bozor qancha qilyapti bularni? Hali bozor narx qilmabdi ochiqga. Atak o'zlari 8,5 million so'mdan pul so'rayapti. Hurmatli obunachilar, mana shu qo'chqorga 7 million so'm narx so'rashyapti. Bozor 5 qildi dedingizmi? Ha, 5,5 mi? Yarimi ham bor ekan. 5,5 million so'm narx qilib berishmabdi aslida. 5,5 million so'mga berishmabdi hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, Qoradagi 4,5 million so'mdan narx so'rayapti. Bozor qancha qilyapti aka? 5 ming qilyapti. Ha, 4 dan 8 ga bermadingiz. 4 million so'mdan 8 million so'mga berishmabdi hurmatli obunachilar. Obunachilar, ikkita qorasiga 7 million so'm, mana shoxligiga 6 million so'm pul so'rayotgan ekan. Aka, oldidan necha pul qilyapti bozor? 4 million 700, 4 million 800 ming so'm narx qilishdi, berishmadi. Kattalarini necha esliroqmi? Kattalarni 5,5 dan. Kattalarini 5,5 million so'mdan bermoqdilar. 6,5 5,5 bizni. Mana 7 nima qilyapti aka bozor? Bozor necha pul qilyapti aka buni? 5,8. Hurmatli obunachilar, manisini 5 million 800 ming so'mga bermoqdi emas. Qoravoy. Bularni qancha qilyapti aka sir bo'lmasa? Mana bularni qancha qilyapti sheringlar? 5 million 400 ga buni bermadingiz. Bu necha aka? 4 million 800. Ja past ko'rib so'rashdimi? Ja past ko'rib so'rashdimi? Janob 4 million 800 ming so'mga mana buni bermoqdilar hurmatli obunachilar. Endi hamma cho'mchaga qarab savdo qiladi. To'g'ri tushunish kerak. Qo'yma bemalol aka. Necha puldan so'rayapsiz bularga? 6 dan so'radim. Narxlariga 6 million so'mdan pul so'rayapti. 4 million 900 dan bermadingiz. Hurmatli obunachilar, 4 million 900 ming so'mdan mashinani bermabdilar qoralarni. Shirabadan qo'chqonlar mana sizlarga. Voy jonivor. Obunachilar, mana qo'chqonlarni qaranglar, jonivor mana 6,5 million so'mdan narx so'rab turgan ekanlar. Bozor uchalasini bir joyda 15 million so'm narx qilib bermabdilar, hurmatli obunachilar. 15 million so'mga. Bir joyda qo'l bo'shataman deganlar, lekin bari arzonroq. Obunachilar mana sizlarga jonivor. Narxlariga 7 million so'mdan narx so'rab turishdi. Bozor qancha qilyapti aka bularni? 5,5. O'shanda 5,5 million so'mdan 11 million so'm bo'ladi. Berishmayapti ikkitasini bir joyda 11 million so'mga. Mana sizlar 7 million so'm bu, 7 million so'm bu 7 million so'mga 6,5. bo'ldi. 7 million so'm bu, 6,5 million so'm buga. To'g'risi hozir bozor qancha qildi so'rasam kulgim qistabdilar. Dumbas katta deb hali hech kim narx qilmabdi. Hurmatli obunachilar. Egalarni ham olardim, atak odam olmagan bilasizlar. Lekin jonivor zo'r boqilgan ekan. Boqib zo'r bo'lgan ekan qo'chqonlar. Hurmatli obunachilar, mana shu ikkitasini 11 million so'mga berishmoqda qo'chqonlar. Qaranglar. 11 million so'mga. Obunachilar qaranglar. Qo'y bob qo'chqonlar bo'ladi. Katta mana sizlarga. Shunaqasidan bozorga tushibdi.
18 million so'm buni so'rayaptilar. Qorasiga 17 million so'm pul so'rayaptilar. Aka, necha yashar? 2 yashar, 3 yashar. Jaro 3 yashar, bunisi 2 yashar va ham qorasi ekan. Lekin bu emas, boqqa zo'r bo'lgan ekan. Mana yillatsa qanaqa bo'ladi qo'chqorlarni ko'rib qo'ying. Aka, bozor qancha qildi mana shuni? Ha, ikkalov. Bittasini ol, 11 qo'l. Qoranimi? Qorasini o'zini 11 million so'mga berayotgan ekanlar, hurmatli obunachilar. Sizlarga savol. Mana taxminan mana shu qora qo'chqor nechta keladi? Taxminan 4 million 300 ming so'mga baraka yo'q, hurmatli obunachilar, 4 million 300 ming so'mga. Hurmatli obunachilar, mana narxlariga 3 million so'mdan pul so'rab turishdi. Qo'chqor qo'zi hammasi. Qattiq qo'y aka buni. O'zini shu mesdi qo'ydi ekan. 3 million so'mdan pul so'rashadi. Bozor qancha qilyapti aka bular? Hurmatli obunachilar, bozor bir joyda 2,5 million so'mdan narx qildi. Bir joyda 2,5 million so'mdan narx qildi, berishmabdi. Aytolmanu, boqma, vaqti qimmat bo'lib qoldi. Obunachilar 3 million so'mdan baraka yo'qchilik, 3 million